Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Shirom ishqibozlari, kanalimiz a'zolari, aka-ukalar, xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni o'rnatdik. Bu zakazlarimiz Andijon viloyati Sharqon tumani Bo'ston qishlog'iga o'rnatdik. Bu yerda 2 ta eshik, 4 ta rom bor. Hop, bu yerda hozir bitta eshik, 2 ta romimiz, narigi tomonda yana bitta eshik, 2 ta romimiz bor. Buni razmerlarimiz romimiz razmeri 1.20 ga 1.60 razmerda tayyor bo'lgan. Eshigimiz razmeri ichigina 50 roq, 1 metrga 2.35 razmerda tayyor bo'lgan. Kanalimizga yangi obuna bo'lib turgan aka-ukalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videolarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Ishlarimiz yo'q ekan bo'lsa, like'larni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Bemalol aka-ukalarga, oshna og'ayni Telegram gruppalariga podpisa qilib qo'ysanglar, kimga mana bunaqa sifatli shirom kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hop, mana bu videomizni orqada ko'rasizlar. Hozir bu tomonda yana bitta eshik, 2 ta romimiz bor. Hop, bu yerda yana 2 ta rom, bitta eshik. Holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Ishlarimiz 100% quruq materiallarimiz. Qalinligi 4,5 sm bo'lgan. Rezinkalarimiz qo'yilgan. Aynagimiz oq aynakka dogovor qildik. Akamiz keyin bizga yo'qdek qilib bering dedi. Razницасini gaplashamiz dedi. Razницасini berdi. Akamizga yo'qdek qilib bering oynalarni. Aynalarni mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Yo'qdek germetiklangan polni va aynagim romimizga kuz. Romimizni 2 ko'zli qilganmiz. Akamiz zakaz qilishiga. Hop, bunisi bittasi ochiladi, bittasi qatirilgan. Bunda ham shunaqa. Kanalimizda yangi bo'lib turganlar yana bir bor obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Mana ichkari holatini ham ko'rsatib qo'yaylik. Ko'pchilik so'rayapti. Mana ichkarimiz mana. Hozir ichi qorong'u ekan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Romimiz bittasi ochiladi, bittasi qatirilgan. Hop, kimga mana bunaqa sifatli seromlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turasizlar, like'larni ham ayamaysizlar degan umiddamiz. Safarda yurgan aka-ukalar ham bemalol murojaat qila olasizlar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz: 90 763 12 61. Sog' salomat bo'lasizlar.